Assalomu alaykum azizlar. Omonmisizlar? Mana bugungi kunimiz ham barchamizga muborak bo'lsin. Bir naqqosh bor ekanda, haligi naqqosh juda ham chiroyli naqsh ishlarini solayotgan ekan. Bir odam aytibdiki, bu naqqoshni qo'lidagi quroli debdi. O'sha quroli bilan chiroyli qilyapti naqshni degan ekan. Keyin yonidagi odam aytibdiki, to'g'ri siz gapingiz, ammo bu odamni san'ati debdi. San'ati bo'lsa, quroli yo'q bo'lsa ham qilaveradi degan ekan. Uchinchi odam gapga aralashdi. To'g'ri debdi. Siz ham gapingiz to'g'ri, siz ham gapingiz. Ammo ana shu naqqoshni uydagi tinchligi debdi. Agar tinchligi bo'lmasa, xoh qo'lida quroli bo'lsin, xoh san'ati bo'lsin, ishi yaxshi chiqavermaydi degan ekan. Shuning uchun azizlar, tinchlikni qadriga yetishimiz kerak. Dunyo tinch bo'lsin, vatanimiz osmonimiz safo bo'lsin. Tinchlikning qadriga yetaylik azizlar. Mana tinchlik ekan, mana mashqlar qilyapmiz, mana bog'larda, mana go'zal mana yurishlar qilyapmiz. Bu hammasi bizni sog'lig'imiz uchun. Toza havo tanga davo deydilar. Men hammaga tavsiya qilaman. Ertalab bomdoddan keyin chiqinglar boqqa chiqib aylaninglar, yo'q, mana mashq qilinglar. Hammasi o'sha sog'lig'imiz uchun ekanda, o'zimiz uchun azizlar. Shuning uchun hammalarini tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar azizlar.